Dasturlash uchun 10 dan 100 ball qo'ysa bo'ladigan top 5 ta kinoni menga aytib bera olasizmi? Xo'p, 5-o'ringa Hamkorlar filmini qo'yamiz. Ikkita yosh kattaroq sotuvchi qanaqa qilib Google kompaniyasiga kirganligi haqida ajoyib film. 4-o'ringa Steve Jobs, Apple kompaniyasi asoschisi kompaniyani hozirgi darajasiga qanaqa qilib olib chiqqani haqida zo'r film. Rostdan ham endi ITga kirib kelayotgan odamlar uchun zo'r kino. 3-o'ringa Ajoyib aql filmini qo'ygan bo'lardim. IT bilan bog'liq bo'lgan matematik va tahliliy qobiliyatlar qanaqa qilib dunyoni o'zgartiradigan yechimni topish haqida. 2-o'ringa Matrica filmi. Ushbu film sun'iy intellekt, dasturlash va texnologiyani zamonaviy dunyodagi muhim rolini ko'rsatadi. Bu kino 99-yilda chiqqan bo'lsa ham haligacha aktual deb bilaman bu kinoni. Va albatta 1-o'rinda ijtimoiy tarmoq filmi. Facebook yaratilish tarixi Mark Zuckerbergning milliardlar egasiga aylanishigacha bo'lgan yo'lini ajoyib tarzda ko'rsatib beradi. Zo'r, albatta hammasini ko'ramiz. Dasturlash sohasini qayerda o'rganekan deb qidirib yurgan bo'lsanglar, YouStudy IT Academy'sida o'rgansanglar bo'ladi. Kurslarimizga yozish uchun kommentlarda hoziroq plyus qoldirib, direktga raqaminglarni yuboringlar.